Nima bo'lyapti? Oyog'im o'ryapti, o'sha oyog'im. Engishib yursam qirs qilyapti. Ha, tizzangizmi? Yo'q, mana shunaqasiga. Mana shunaqasiga, o'pshi, quyumichingiz bilan. Aha, qachondan beri shunaqa? 4 oy bo'lib qoldi og'riqlar kuchayganiga. Oldin ham oqsab yuramidingiz, o'zingiz yuramidingiz hassada? Yo'q, hassasiz edilar. Yotib oling. Yana oyog'im yaxshi uzatolmayapman. Endi ko'ksa artroz degan narsa bu. Mana shu oyog'ingizda son suyagini boshchasida yaralar paydo bo'lib, endi bu tepadagi toshga yopishib qoldi. Endi siz qancha og'riqni kamaytiraman desangiz, buksangiz kamayaveradi-da. Buksangiz mana kamaydi. Chunki hali yara joyi boshqa joyga o'tib qoldi, jizillamayapti. Orom olyapti shundayda. Tushundingizmi? Endi shunday bo'lavergan sari haligi oyoqdagi shu oyog'imizni tortib, uzatib, harakat qildiradigan go'shtlarimiz tortilib qolyapti. Ichida pardasi bor. Pardaning ichida turadi shu suyagimiz. Shu parda tortilib, to'g'nab, yopishib qolyapti endi. Oyoqni uzataman desangiz, uzatgani o'sha pardalar bermayapti endi. Tushundingizmi? Zigobatini kontraktura deyiladi. Bukilgan holatda kontraktura beryapti sizga. Tushundingizmi? Bukilgan holat qancha buksangiz, ertaga shuncha oyog'ingizni to'g'rilamay turaverasiz. Tushundingizmi? Bu endi ko'ksa artrozni asorati. Bo'sh qilamiz xolajon. Bo'sh qilamiz. Bukamiz tizzani. Mana aylanmay qolgan bo'g'imda. Bo'g'imda aylanmay qolgan. Buking. Mana bularda endi ozgina bo'lsa ham bo'g'imlarda harakat bu tomonga bor mana. Aylanyapti. Soqa. Ha, endi shu soqa aylanyapti. Endi bunda shu narsa aylanish yo'q, yopishib qolgan mana. O'shaning uchun endi shu yopishgan narsa noto'g'ri holatda yopishib qolyapti batga. Oyoqni bukib qo'yyapti. O'shaning uchun govdan to'g'rilanmaydi bu oyoq. Mana shunday holatda. Shunday yurishga majbur bo'ladi. Tushundingizmi? Endi lecheniya olishlari kerak endi. Parafin, elektr lecheniya massajlarda. So'roq qilib mashinalarini silab, vazelin suyukam oyoqlarni to'xtatmasdan uzatib, to'g'rilab, harakat qildirishorish kerak. Ha, bo'lmasa bo'lmaydi. Endi bu holatda endi protez qilish kerak. Operatsiya qilib, soqani almashtirish kerak. Endi yoshlari ham 75-80 ga bordimi? 76. Bu yoshda jicha risk bor-da. Saharam bor. Ha, shunaqa qo'shimcha kasalliklar, tomirlardagi holatlar jicha bizga qiyin qiladi-da bu holatda. Haligi riskovat qilib olib tashavermaymiz. Endi bu ko'richak emas-da. Ko'richak bo'lsa olish kerak bo'ladi. Lekin sizniki bunaqa bas, ayajon. Men qarang mana, quyumichingiz yopishib qolgan mana. Oraliq bunda bor, ozgina bo'lsa ham. Lekin mana yopishib qolgan. Umurtqalarda. Ko'ksat. Qiyshaysh bor, undan keyin ikkalar orasida disklar yopishib qolgan bu yerda mana. Yopishib qolgan.